Assalomu alaykum. Davom etamiz. Kodominantlik. Xo'p, kodominantlik nima? Kodominantlik ham ko'pallilikning bir turi. Faqat bunda biz misol uchun A1, A2, A3 uchta allel natijasida belgini yuzaga chiqishi mumkin bo'lsa, ya'ni bitta belgini yuzaga chiqarishiga ikkita emas, 3 ta allel ishtirok etsa. Xo'p, bu allellar o'rtasidagi dominantlik quyidagicha taqsimlangan edi. Demak, A1 A2 dan, A2 A3 dan dominant. Lekin bu kodominantlikda nima bo'ladi desa, kodominantlikda endi ikkita gen bir-biriga dominantlik xossasi jihatdan teng bo'ladi. Ikkita gen bir-biriga dominantlik xossasi jihatdan teng bo'ladi. Bunda nima bo'ladi? Misol uchun qaranglar. Hozir shu yerda A1 A2 bilan birga kelganda A1 buni yopib boradi genotipini. Ya'ni fenotipda A1 ning fenotipi chiqadi. Endi A1 A3 bilan birga kelganda nima bo'ladi desa, unda ham A1 A3 ning fenotipini yopib boradi. A1 ning fenotipi chiqadi. Endi A2 A3 bilan birga kelganda nima bo'ladi desa, agar ko'pallilikni o'zi bo'lganda, ya'ni kodominantlik qatnashmaganda A2 A3 ustidan dominantlik qilib A2 ni gapi o'tardi. Ya'ni A2 o'z belgisini yuzaga chiqarardi fenotipda. Endi ikkalasi ham teng huquqli dominant, chunki o'rtasida teng bor edi. Teng huquqli. Shuning uchun ikkalasi mana bunday birga kelganda nima bo'ladi desa, ikkalasining belgisi ham fenotipda namoyon bo'ladi. Ya'ni ikkalasini belgisi ham chiqishi mumkin. Xo'p, buni yorqin misolini hozir ko'rib chiqamiz. Misol uchun bu o'rganishimiz mumkin qon guruhlaridan. Qon guruhlari. Xo'p, 3 ta allel natijasida chiqadi, ya'ni A, B, I, 0. Demak, qon guruhlarini yuzaga chiqarishda 3 ta allel qatnashadi. Dominant A, dominant B va 0. Va ular o'rtasida kodominantlik mavjud. Ya'ni A va B o'rtasida kodominantlik, bu yerda dominantlik xossasi. Ya'ni A, B ikkalasi ham 0 dan dominantlik qiladi, lekin ikkalasi teng dominant. Xo'p, bunda nima bo'ladi desa, bunda dominant A bilan o'zi kelishi mumkin. Yoki dominant A 0 bilan birga kelishi mumkin. Bunda ikkala holatda ham qon guruhlari ikkinchi qon guruh bo'ladi. Ikkinchi qon guruh. Xo'p, bunda qanday ko'rsatish mumkin buni? Mana bunday. Eritrosit bo'ladigan bo'lsa, eritrositda xo'p, mana bunday oqsillar sintezlanadi. Ya'ni bu oqsil eritrositlardagi aglutinogen A oqsili. Mana aglutinogen A oqsili. Shu oqsil sintezlangani uchun aglutinogen A bo'lsa, bu ikkinchi qon guruhi bo'ladimi? Ikkinchi qon guruh. Endi keyingi holatda dominant B geni o'zi yoki dominant B 0 bilan kelishi mumkin. Bu ikkala holatda ham qon guruhlari 3-qon guruh bo'ladi. 3-qon guruh. Xo'p, 3-qon guruhdan qanaqa bo'lar desa, o'zi 3-qon guruhda biz bilamiz. Aglutinogen B bo'ladi eritrositlar tarkibida. Mana buni eritrosit deb tasavvur qilsak, uni sirtida mana ko'k rangda ifodalayman-da endi buni. Mana bunday oqsillar sintezlanadi mana. Chunki bu yerda mana bu A ni oqsilni sintezlashga yo'l yo'q. Endi 0 ni. Chunki dominantlik qilyapti. Xo'p, ya'ni sintezlanmay qolmaydi-da, sintezlanadi. Endi 3-holatda 0 qora
yozaylik shuni. 0 bilan birga kelishi mumkin. Ya'ni A geni deylik. 0 bilan birga kelsa nima bo'ladi desa, bu birinchi qon guruh bo'ladi. Birinchi qon guruhda bilamiz, eritrositlar tarkibida hech bola bo'lmaydi. Ya'ni plazma tarkibida bo'ladi xolos. Demak, mana bu holatda bo'lsa, shunday holatda shunday qoladi bu. Ya'ni uning sirtida, eritrositlar tarkibi sirtida hech qanaqa oqsil sintezlanmaydi. Chunki haqiqatda birinchi qon guruhda aglutinin alfa beta bo'ladi va aglutinogenlar bo'lmaydi. Endi xo'p, agar A geni B geni bilan birga kelib qolsa nima bo'ladi desa, mana bu eritrosit bo'ladigan bo'lsa, endi A geni B geni bilan kelib qolsa, bizda A geni bu qizil oqsilni sintezlayib turadimi? Ya'ni aglutinogen A ni sintezlayib turadimi? Mana qizil oqsilni sintezlaydi A geni. Endi B geni faoliyatini bo'g'a oladimi? Yo'q, bo'g'a olmaydi. Chunki u ham teng huquqli. Shuning uchun u o'zini funksiyasini bajaraveradi, dominant B geni. Ya'ni u aglutinogen B oqsilini sintezlayveradi eritrositlar tarkibida. Ko'rinib turibdiki, endi A bilan B kelganda ikkala belgi ham yuzaga chiqyapti. Shu ikkala belgi bo'lgani uchun endi fenotip o'zgarib ketib, ya'ni ham aglutinogen A va aglutinogen B bo'lgani uchun fenotip o'zgarib ketib, qon guruhlari o'zgaradi, 4-qon guruh bo'lib qoladi endi. 4-qon guruh. Demak, kodominantlikda shu ikkala dominant gen birgalikda kelganda boshqa bir belgi yuzaga chiqib ketadi. Ya'ni yangi bir belgi yuzaga chiqadi. Buni qon guruhlaridan mana tasviri bilan o'rgandik buni. Xo'p, endi buni genotiplarni topsa bo'ladimi oldindansa bo'ladi. Ya'ni ko'p allellik bilan bir xil genotip. Qanday qilib topsa bo'ladi desa, bunda ham n plus 1 taqsim 2. Xo'p, bizda n yana allellar soni. N teng allellar soni. Allellar soni bizda 1, 2, 3 3 plus 1 taqsim 2. Xo'p, nechta bo'ldi bu? 4, 12, 6. 6 xil genotip sinf. Xo'p, haqiqatda 6 ta. Bu 2 ta, bu 2 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Haqiqatda 6 ta genotip sinf hosil bo'ldi. Endi fenotipik sinf qanday hosil? Ya'ni fenotip xilni qanday topsa bo'ladi desa, demak fenotip teng n plus 1 ga. Xo'p, n plus 1 bu yerda nima? Bu bir o'zgaruvchan son. Bu bo'lishi mumkin, shuning uchun qovus ichida men kodominantlik deb qo'yaman. Kodominantlik nima degani desa, shu teng, mana shu teng kodominantlik hisoblanadi. Xo'p, bu yerda allellar, n allellar soni edi. N ga, ya'ni biz 3 ga 1 ni qo'shsak 4 xil. Haqiqatda birinchi guruh, ikkinchi guruh, ikkinchi qon guruh, uchinchi qon guruh, birinchi qon guruh, to'rtinchi qon guruh, 4 xil fenotip. Endi bu o'zgarishi mumkin dediga, misol uchun bunday bo'lib qolsa-chi, A1, A2, A3, A4. Mana o'rtada 2 ta, mana bunday bo'lib qolsa. Bunda kodominantlikda endi fenotip topish o'zgaradi. Ya'ni bu yerda 4 ta allel bormi? 4 plus 2 ta teng bo'lgani uchun kodominantlik 2 ta deymizda 2 ni qo'shamiz. Shunda xo'p, bu yerda 4 plus 2 6 xil genotipik sinf hosil bo'ladi. Demak, mana bu fenotip topishdagi n plus 1 o'zgaruvchan, birda o'rniga kodominantlik deb yozib qo'ydim shuning uchun. Ya'ni tenglar soni nechta bo'lsa, qisqa qilib aytganda, shuni n ga qo'shib qo'yamiz har doim. Bu fenotipning xili, genotipning xili ko'p allellik bilan bir xil o'zgarmaydi. Chunki kodominantlikni o'zi ham ko'p allellikda. Menimcha tushunarli bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha.